Ha, haqiqatdan bu rosa ham aktualniy mavzu. Chunki yigit o'ziga to'g'ri qiz tanlashi va qiz o'ziga to'g'ri juft tanlashi bu menimcha bir necha yillardan bir katta muammo bo'lsa kerak, balki bir necha yuz yillardan bir katta muammo bo'lsa kerak. Lekin bu muammoga to'g'ri yechim berish uchun avvalambor biz sevgi degan narsani nimaligini tushunib olishimiz kerak. Sevgi haqidagi ta'riflar juda ham ko'p. Chunki hamma inson har xil ta'riflaydi. Hamma inson o'zining tajribasiga ko'ra ta'riflaydi, lekin men o'qigan va to'g'ri deb bilgan ta'rif menimcha sevgi bu siz sevgan narsani sizni sevgilingiz seva olishi. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, ikki insonning qalbi bitta narsani xohlashi. Bu haqiqiy sevgi bo'ladi. Imom G'azzoliy ham juda ajoyib misol keltirgan ekanlar bu mavzuda. Bitta insonni sevib qolish uchun, qisqa qilib aytganda, bitta insonni sevib qolish uchun u insonni bilish kerak degan ekanlar. Endi bu ikkita mavzu, ya'ni ikkita ma'lumotni birlashtiradigan bo'lsak, biza to'g'ri insonni sevishimiz uchun biz o'zimizga qaysi inson kerakligini bilishimiz kerak. Bunga tanlash mumkin bo'lgan misollar juda ham ko'p, chunki jamiyatda oila ko'p, lekin biz hozir tanlagan misolimiz, tasavvur qiling, bitta Yevropada o'qib kelgan bola Toshkentga keldi, Yevropada 10 yil, 15 yil vaqtini sarflagan va Toshkentda tarbiya topgan yoki O'zbekistonda tarbiya topgan qizga uylanmoqchi bo'ldi. Va uylandi ham deyli. Lekin munosabatga siz qaraydigan bo'lsangiz, Yevropacha fikrlaydigan insonni hayoti ham Yevropaga moslashgan bo'ladi. Va ayoldan talab qiladigan narsasi balki yevropeyskiy bo'lishi mumkin. O'zbek mentalitetida tarbiya topgan qiz esa dinga moyilligi bor va haligi yigitdan diniy munosabat kutadi. Orada ikkita narsa, ya'ni ikki qalb bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bu degani yigit sevgan narsani qiz seva olmaydi, qiz sevgan narsani yigit seva olmaydi. Va undan keyin o'sha mashhur gap bor-ku, xarakterlarimiz to'g'ri kelmadi degan. O'sha gap oraga chiqadi. Haqiqiy sevgini bu uylanib, turmushdan keyin his qilgan odamlar yaxshiroq tushunadi. Chunki meni ham shaxsiy fikrim bo'yicha haqiqiy sevgi bu turmushdan keyin kelsa kerak. Turmushdan oldingi bo'ladigan, bizni o'ylaydigan sevgi bu aslida simpatiya. Simpatiyani oddiy ta'rif bilan aytadigan bo'lsak, bu inson o'zini xayolida tasavvur qilgan insonini hayotda ko'rsa agar, o'shanda simpatiya uyg'onishi mumkin. Masalan, bitta yigitga bo'ylari baland, chiroyli qiz yoqishi mumkin. Shunaqa qizni ko'rganda simpatiya uyg'onishi mumkin, lekin u hech qachon sevgi bo'lmaydi. Sevgi nimaligini tushundi, misolni ham ko'rib chiqdi. Endi nima qilishimiz kerak degan savolga ajoyib yo'l bor. Biz, ya'ni uylanish arafasidagi turgan yigit yoki erga tegish arafasida turgan qiz avvalambor bizga nima yoqishini tushunib olishimiz kerak. Ya'ni erkak kishi sifatida men qanaqa ayolni qidiryapman degan savolga siz to'g'ri kategoriyalar orqali javob berishingiz kerak. Bunga men o'zim hayotimdan misol keltirmoqchiman. Uylanganimga taxminan 5 yilcha bo'ldi. 5 yil oldin, ya'ni uyda sovchilikka yurib, shirin tashvish paytida men ham uchrashuvga chiqqanman. Va hozir aytadigan ma'lumotimdan xabarim bo'lmaganligi uchun o'zimdagi prinsip, ya'ni qaysi ayol menga kerakligini tushunmaganman. Va uchrashuvga chiqqanimda ko'zimga ko'ringan qiz agar chiroyli bo'lsa, o'z hayot davomida balki tarbiya qilib olarman, menga to'g'ri keladigan yo'lga balki tushirib olarman degan xayolga kelgan. Lekin bu xayollar amalga oshmadi va shu jarayon davomida ustozimning oldiga bordim. Ustozim menga aynan shu maslahatni berdilar. Siz o'zingizga kerak bo'ladigan inson qanaqaligini taxminan bilib oling dedilar. Endi bu savolni agar yana ham tushuntiradigan bo'lsam, erkak kishi sifatida shaxsan menga masalan uy toza tursa, ya'ni uyda doimiy bilim o'rganilsa, farzandlar to'g'ri tarbiya qilinsa, menga yetarli bu. Aynan mana shu xarakterga ega bo'lgan ayolni qidirishni boshlagandan keyin energiyam ham va vaqtim ham ancha tejaldi. Bu bilan men videoga xulosa qilmoqchi emasman, chunki yana ma'lumotlar bor. Sizga nima demoqchimanki, siz kim bilan bo'lsa ko'rishib ketavermang. U sizni vaqtingizni ham energiyangizni ham oladi. Siz o'zingizga kerak bo'lgan insonni aynan qidiring. Siz o'zingizga kerak bo'lgan insonni to'g'ri topishingiz uchun siz qanaqa xarakterga ega bo'lgan insonni qidirayotganingiz juda ham muhim. Ko'rishib, vaqtingizni sarflamaydi do'st. Unda qanaqa bo'lamiz ko'rishmasaydi? Yaxshi savol. Bu videoni o'zi sevgi juda katta mavzu. To'g'risi, buni 10 minutlik videoga sig'dirib to'g'ri yetkazib berish bu ancha qobiliyat talab qilsa kerak insondan. Bu yerda men nima demoqchi bo'ldim? Ya'ni siz o'zingizga qanaqa inson kerakligini bilib, keyin uchrashuvga chiqsangiz, siz kerak emas bo'lgan insonlar bilan ko'rishib, vaqtingizni yoki energiyangizni sarflamaysiz demoqchi bo'ldim. Ya'ni mana siz inson sifatida Otabek, sizga kim kerak? O'qigan, masalan, oilasi falon mansabga ega bo'lgan yoki oilasida yosh katta odam tarbiya qilgan
ovqatni yaxshi pishiradigan kabi sifatlarni siz yaxshilab bilib olasiz va mana shu sifatlarga tushmaydigan insonlarni ko'rishish kategoriyasidan chiqarib tashlaysiz. Shunda siz ko'rishayotgan insonlar faqat sizga yoqadigan insonlar bo'ladi. Sevgi nimaligini tushundik. Ikkita xohishlari bir-biriga to'g'ri kelmagan insonlarning ham misolini ko'rdik. Endi nima qilishimiz kerak degan savolga ajoyib yechim bor. Biz yoki siz uylanishdan oldin o'zimizga to'g'ri keladigan insonni tanlashimiz uchun bizga kim kerakligini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Ya'ni xarakter jihatdan siz o'zi nimaga ko'z yuma olasiz, ya'ni qaysi xatolarga ko'z yuma olasiz va qaysi xatolarga ko'z yuma olmaysiz. O'sha ko'z yuma olmaydigan xatolaringizni xarakter jihatida qarab, nimaligini bilib, aynan shunaqa xarakterga ega bo'lgan insonni qidirishimiz kerak. Misol uchun, men uylanishimdan oldin, to'yimga taxminan 5 yil bo'lgan bo'lsa, uylanishimdan oldin uchrashuvga chiqqanman, ko'rganman, lekin yuqoridagi aytgan o'zim xohlayotgan odamni tanlab olmagan bo'lganman hali. Va natijada vaqtim ketgan, energiyam ketgan, boshqa insonlar bilan ko'rishganman. Keyin ustozimiz ayni mana shu ma'lumotni bizga aytganlaridan keyin to'xtab, menga kim kerakligini yaxshilab tushunganman. Va o'zimga kerak bo'lgan insonni qidirishni boshlaganimda, vaqt jihatdan ham, energiya jihatdan ham ancha narsani tejaganman va Xudoga shukr topganman. Sevgi haqiqiy bo'lishi uchun his-tuyg'uni o'zi hech qachon yetarli bo'lmaydi. Uni oldiga hurmat, e'tibor, ehtirom yoki og'ir kunlarda yonida turish, shunga o'xshagan sifatlar albatta kerak bo'ladi va bular birgalikda sevgi degan his-tuyg'uni yaratadi. Yana bitta narsani eslatib qo'yishim kerak. Siz o'zingizga to'g'ri keladigan xarakterli insonni qidirayotganingizda, bu xarakterlarni shakllantirganingizda albatta uylanmoqchi bo'lgan qizni imkoniyatlarini ham inobatga oling. Chunki siz taxminan agar 19 dan 23 yoki shu yoshda atrofidagi qizga uylanmoqchi bo'lsangiz, u qizdan ham ovqat qilishni bilsin, uy tozalasin, ota-onamga yaxshi qarasin kabi 10-15 ga yaqin sifatlarni shakllantira olmaysiz. Chunki siz qiz bolaga uylanmoqsiz. 40 yoshli masalan onaxonga emas. Uylanib bo'lgan insonlar bu videoni ko'rib, faqat uylanmagan insonlarga ekan deb o'ylamang. Bu yerda sevgi haqidagi ma'lumot turmushdan keyin ham rosa asqotadi. O'zi sevgi haqida video qilish bu ozgina chalkashroq, qiyinroq mavzu, chunki his-tuyg'uga aloqador bo'lganligi uchun bo'lsa kerak. Shunga qaramasdan umid qilaman, men tushuntirib bera oldim. Albatta siz o'zingizga munosib bo'lgan insonni topishda bu yog'iga qiynalmaysiz, chunki sizga nima kerakligini siz bugundan boshlab bilasiz va uni albatta me'yorlashtirasiz. Yana shaxsiy fikrim, men nikohsiz munosabat qurishga qarshiman. Tag'in bu fikrlardan shunaqa motiv uyg'onmasin hech kimda. Bu faqatgina to'g'ri turmush. Hozir bu videoni qilishdan o'zi asosiy maqsad, ya'ni ajrim ko'payib ketganligi uchun qanaqa yashash kerakligini insonlarga men odatda o'rgatmoqchi emasman. Prosta sevgi nimaligini tushuning va hayotda ozgina sabr qiling demoqchi bo'ldim. Umid qilaman bu video sizga foydali bo'ldi. Yana qiziqarli keyingi kontentlar ustida ko'rishguncha xayr.